Hafta oxirida Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar haqida ichilgan bir yig'inda 10 yil ilgari Xitoydagi ziyonkashlikdan qechish uchun Taylandga kirgan 40 necha Uyg'urning qonunsiz chegaradan kirish jinoyati bilan ayblanib, odam ko'p tutib turish markazlarida tutib turilayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, ular 2014-yil 15-yillari Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmdan qechib chiqqan va Taylandda tutilib qolgan 500 dak Uyg'urning bir qismi ekan. Hukumat tarafning sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Tayland ko'chmanlar amaldori 2014-yil martda kam deganda 475 Uyg'urni tutib olgan va qo'lga olgan. Ularning ko'pinchisi Songqala o'lkasidagi Kaohsiung etizliqlarida tutilgan. Shuningdan keyin 100 dan ortiq kishi muvaffaqiyatli holda Turkiyaga o'rlashtirilgan bo'lsa-mu, bir qismi baxtga qarshi Xitoyga qaytarildi yoki tutib turildi. Tayland Davlatlik Kishilik huquq komitetining maslahatchisi Ratikul Chansoriya qolgan Uyg'urlarning musofirlar emas, balki qonunsiz ko'chmanlar sifatida nachar turmush sharoiti ostida tutib turish o'rinlarida tutib turilayotganligini hamda sirtdagilar bilan paranglasholmaydiganligini aytdi. U yana ularning Xitoyga qaytirsa hayotiy xavfga uchraydiganligini ta'kidladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti yangi doklad e'lon qilib, Xitoyning butun mamlakatdagi masjidlarni davomli vayron qilayotganligi va o'zgartirayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Bu tashkilot dokladida islom dinining xitoylashtirilinishining bir qismi sifatida masjidlarning taqalganligi va duo tilovat o'rinlarining vayron qilinganligi o'zgartirilganligini bayon qildi. Tashkilot Xitoy doiralarining Ningxia va Gansu rayonidagi masjidlarni birlikka keltirish siyosiy doirasidagi faoliyatlarning din erkinligiga daxl qilganligini ko'rsatdi. Dokladda mundaq deyilgan: Hukumatning islom dinini cheklashtirishchanligining bir qismi sifatida Xitoy doiralari masjidlarni amaldan qoldirdi, taqidi va yoki cheqivatdi hamda nurg'un masjidlarning gumbaz va munar qatorliq islom binokorlik aloyidliklarini cheqib tashildi. Turkiyaning Bolu shahridagi Aban Izzat Baysal universitetida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar ko'k bayroqdan qizil bayroqqa salom bo'lsin temasida programma tashkillab, Xitoyning Sharqi Turkistonda elib borgan sistemalik irqiy qirg'inchiligiga diqqat qilib, o'z madaniyatini tashviq qildi. Yig'in markazining Burdo zalida o'tkazilgan faoliyatga muavin mudir professor Samittin Kunduz, ilmiy va ma'mur boshqaruvchilar, xizmatchilar va o'quvchilar qatnashdi. Programmaning ochilish nutqini so'zlagan muavin mudir professor Samadin Gündüz Sharq Turkiston va rayonning tarixi haqida to'xtalib, Sharq Turkistonning turk dunyosi madaniyatining kelib chiqish nuqtalarining biri ekanligini ko'rsatdi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 11 mart Ozarbayjonni rasmiy ziyorat qildi. Prezident To'qayev poytaxti Bakudagi Haydar Aliyev xalqaro aerodromida qarshi elandi. Rasmiy kutilish murosimidan keyin Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev bilan Qozog'iston prezidenti To'qayev va vakillar umumi o'rtasida ikki taraflamalik yig'in o'tkazildi. Orqadan Ozarbayjon va Qozog'iston Oliy davlatlar kengashining tunji yig'ini Aliyev va To'qayevning qatnashishi bilan o'tkazildi. Amerika hukumati eksport cheklamasining doirasini to'xtamay tekshirib, o'zak ishlab chiqarishda ishlatiladigan ilg'or kompyuter o'ziki yoki qurollarning Xitoyning omburga kirishining oldini oladi ekan. Amerika Savdo ishlari ministri Gina Raimondo Filippin poytaxti Manilada o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida muxbirlarning savoliga javob bergan. Egilishicha, u 22 Amerika shirkatining vakillar o'mikining boshlig'i sifatida ziyoratga kelgan bo'lib, taxminan $1 milliard mablag' selib, yuqori texnik sohasidagi ishga o'rilishni ko'paytirishni planlagan. Amerikaning yerim o'tkazgichni davomli Xitoyga setib beradiganligini va ikki davlatning iqtisodiy munosabatini davomlashtiradiganligini bayon qilgan Raymondo bu cheklamalarning Xitoyning harbiy taraqqiyotining oldini olishni maqsad qilganligini ko'rsatdi. Vengriya bosh ministri Viktor Orban agar Amerikaning sobiq rahbari Donald Trump yana bir qatim prezidentlikka erishsa, Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushiga iqtisodiy yordam bermaydiganligini, bu urushning oxirlashishini teziltadiganligini aytdi. Donald Trumpning qo'llovchisi bo'lgan bosh ministr Orban Floridada Trump bilan ko'rishgan.